Diqqat qiling, O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 8-dan 12-aprelga qadar bo'lib o'tadigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida 8-12 aprel kunlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Asosan yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-13 daraja, kunduzi 12-17 daraja atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida 8-dan 12-aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo biroz salqinlashadi. Harorat kechasi 8-15 daraja, kunduzi esa 13-18 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida 8-9-12-aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 10-11 aprel kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-15 daraja, kunduzi 13-18 daraja atrofida bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida 8-9-aprel kunlari asosan quruq ob-havo saqlanadi. 10-11 aprel kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 12-aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida 8, 9 va 11-aprel kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. 10 va 12-aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Tog'li hududlarda 8, 9, 10, 11 va 12-aprel kunlari ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Momaqaldiroq bo'ladi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi ham 3-8 daraja atrofida bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.